Assalomu alaykum do'stlar. Super fizika kanaliga xush kelibsizlar. Xo'p, bugun sizlar bilan biz 2025-yilda 11-sinf yakuniy imtihon materiallari fizika topshiriqlaridan kinematika bo'limining testlarini ishlaymiz. Xo'p, birinchi savol. Koptok 2 metr balandlikdan tashlab yuborilgandan keyin yerga urildi va 1,5 metr balandlikka ko'tarildi. Koptokning ko'chishini metrda aniqlang deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, mana bitta gorizontal tekislik bo'lsin va koptok dastlab 2 metr balandlikdan tashlab yuborilgan. Bu koptokning dastlabki vaziyati shu yergacha bo'lgan masofasi 2 metr bo'lsin. H1 bilan belgilaymiz. Xo'p, u harakatlanib kelib yerga urildi. Xo'p, va qaytib chiqdi. Qaytib chiqqan holatini endi aynan shu chiziqni o'ziga emas, yon tomoniga chizyapman, tasavvur qilish oson bo'lishi uchun. Xo'p, mana qaytish jarayoni 1,5 metr balandlikka ko'tarilgan. Bu biz uchun H2. Endi ko'chish deb nimaga aytilardi? Jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi kesmaga ko'chish deyiladi. Boshlang'ich vaziyat mana A nuqta bo'lsin, oxirgi vaziyat biz uchun B nuqta bo'lsin. Shu A va B nuqtalar orasidagi masofani biz ko'chish deymiz mana. Bu biz uchun ko'chish. A, B kesma. Hozir shu ko'chishda, ya'ni A, B kesmani topish uchun men nima ish qilaman? H1 qiymatdan H2 qiymatdan ayirib qo'yaman. Kesmalarda ko'rinib turibdi bu. 2 minus 1,5 bo'lib javob 0,5 metr bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchi savol. Diametri 1 kilometr bo'lgan aylana shaklidagi ko'lning atrofida harakatlanmoqda. Ko'lni bir marta to'liq aylanib chiqqanda bosib o'tgan yo'lini hisoblang deyapti. Tushunarli. Demak, bizga diametr berilgan, kichkinada 1 kilometr. Xo'p, javobda ham kilometr deb yozamiz. Sabab savolda oxirida qarang, yo'lni hisoblang deb kilometr degan birlikda bergan. Xo'p, endi bir marta to'liq aylanib chiqqan yo'l so'ralyapti. Mana ko'lda chizdik, taxminiy ko'rinishini aylana shaklida deyapti-ku, chunki. Xo'p, masalan, A nuqtadan harakat boshlagan bo'lsin, bir marta to'liq aylanib kelsa, uni yurgan yo'li aylananing uzunligiga teng bo'ladi. Demak, S teng L aylana. Endi matematik nuqtai nazaridan aylananing uzunligi 2πr yoki bo'lmasa πd ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, qiymatlar uni yozamiz. Pi ning qiymati 3,14, diametrimiz kilometrda 1. Shunda 3,14 kilometr degan javob chiqadi. Xo'p, uchinchisi. O'quvchilar ekskursiya davomida sharq tomonga 5 kilometr yurdilar. So'ngra g'arb tomonga 3 kilometr yurib to'xtadilar. Xo'p, demak, S1 5 kilometr, S2 miz 3 kilometr. O'quvchilarning ko'chish modulini toping deyapti. Tushunarli. Demak, geografik kengliklarda kiritib olamiz. Xo'p, shimol, janub, sharq tomonda g'arb mana. Xo'p, geografik kenglik kiritib oldik. Ana endi faraz qilaylik, o'quvchilar o'sha o'rtada turgan bo'lsin dastlab. Shu nuqtadan, A nuqta deylik, qaysi tomonga yurishdi? Sharq tomonga yurishdi. Mana 5 kilometr yurishdi sharq tomonga. Bu S1. Keyin orqaga qaytishdi, ya'ni g'arb tomonga deganligi uchun 3 kilometr qaytishgan. Bu siz uchun S2. Endi ko'chish deganda, xo'p, mana oxirgi vaziyatini B nuqta deb tursam, boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma. Qora rangdagi kesma nazarda tutiladi ko'chish deganda. Xo'p, demak, biz AB kesmani topmoqchi bo'lsak, qizil rangdagi S1 kesmadan ko'k rangdagi S2 kesmani ayirib tashlashimiz kerak. Xo'p, shunda AB teng 5 minus 3 bo'lib 2 kilometr chiqadi. Xo'p, keyingisi 4. Koptok 4 metr balandlikdan yerga tushdi va yerga urilgandan so'ng 2 metr balandlikka ko'tarildi. Keyingi yerga urilishdan so'ng esa
1 metr balandlikka ko'tarildi. Koptokning ko'chish modulini toping deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, 2 marta urilish bo'lyapti ekan. Biz har bitta urilishlarni o'rganamiz. Dastlab koptok yerdan 4 metr balandlikda turgan edi mana. Xo'p, bu koptokning dastlabki balandligi H1. Vaziyati A nuqta bilan belgilansin mana. Xo'p, u harakatlanib yerga kelib urildi. Natijada, ya'ni birinchi marta urilgandan keyin u 2 metr balandlikka ko'tarildi. 2 metr balandlikda o'rtasi bo'ladi mana. Xo'p, men tasavvur qilish uchun yon tomoniga chizayapman. Aslida hammasi bitta chiziqda bo'lgan. Bu bir marta urilgandan keyin mana B nuqtaga kelib qoldi. Xo'p, mana dastlabkisi A nuqta bo'lsa. Keyin yana qaytib tushdi-da 1 metr balandlikka qaytib chiqdi. Keyingi holatda mana. Buni ham o'rtasi. Mana joyda. Xo'p, endi bu S nuqta bo'lsin. Har bitta balandliklarda belgilab olamiz. B nuqtagacha bo'lgan masofa biz uchun H2 bo'lsin. S nuqtagacha bo'lgan masofa biz uchun H3 bo'ladi. Endi ko'chish deb nimaga aytilardi? Jismning boshlang'ich vaziyati bilan oxirgi vaziyatining orasidagi masofa. Xo'p, tushunarli. Boshlang'ich vaziyati A nuqta edi mana. Xo'p, oxirgi vaziyati S nuqta edi. Shu oralig'ini topishimiz kerak mana. Shu joy bizga ko'chish bo'ladi va bu rasmda bizni belgilashimiz bo'yicha AC kesmaga teng. Xo'p, tushunarli. Hozir siz AC kesmani topmoqchi bo'lsangiz, H1 dan ayirib tashlashingiz kerak H3 ni. Ya'ni ko'k rangdagi kesmadan qora rangdagi kesmani ayirib tashlashingiz kerak. Shunda H1 qiymati dastlab 4 metr balandlikda 4 minus eng oxiri 1 metr balandlikka ko'tarilgan-ku 1. Shunda 3 metr degan javob chiqadi. Xo'p, 5-inchisi. Velosipedchi radiusi 1 kilometr bo'lgan aylana shaklidagi trassani bir marta aylanib chiqishi uchun 8 minut vaqt sarflamoqda. Velosipedchining 4 minut vaqt davomidagi o'tgan yo'lini toping deyapti. Tushunarli, demak, berilganlarda yozamiz. Radius 1 kilometr. Xo'p, T1 vaqtimiz 8 minut. Xo'p, T2 vaqtimiz 4 minut. Ana endi bizdan aynan shu T2 vaqtda yurilgan yo'l S2 so'ralyapti. Masalani ishlashda ikki xil usuli bor. Birinchisi, demak, 8 minutda bir marta aylanib chiqqan-ku, u yerdan foydalanib, bu ma'lumotdan foydalanib biz tezlikda topib olsak bo'ladi. Xo'p, demak, V1 teng S1 taqsim T1. Bir marta to'liq aylanib chiqqanligi uchun S1 bor joyga 2pi R taqsim T1 deb yozaman. Endi masalani ikkinchi holatidagi yo'lda S2 ni topishim uchun men nima ish qilaman? V2 ni T2 ga ko'paytirishim kerak. Xo'p, hozir bitta velosipedchi-ku, shuni hisobiga tezligi o'zgarmaydi. Ya'ni V2 bor joyga siz V1 yozishingiz mumkin. Natijada 2pi R taqsim T1 ko'paytiruv T2. O'rnak qo'yamiz. 2pi R taqsim T1imiz 8 minut. Minutda turaversin, ikkala vaqtimiz ham bir xil birlikda. Ko'paytiruv 4 minut. Shunda 8 bilan 4 qisqaradi 2, yuqoridagi 2 bilan 2 qisqaradi 1. Oxiri S2 teng pi R degan ifoda qoldi. Endi qiymatlarini yozamiz. 3,14 ko'paytiruv radiusi 1 kilometr, lekin javobda metrda so'ragancha uni metrga o'tkazaman. 1000 metr degan. Natijada 3140 metr chiqar ekan. Bu birinchi usul. Endi ikkinchi usul qanaqa bo'ladi? Proporsiya usuli bo'ladi. Xo'p, unga ko'ra nima ish qilinadi? 8 minutda bir marta to'liq aylangan-ku, demak 8 minutda to'liq aylangandagi yurilgan yo'l 2pi R. Endi 4 minutda qandaydir S2 deysiz. Buni ham proporsiya qilib hisoblaganingizda oxiri S2 teng 3140 metr degan javob chiqadi. Xo'p, keyingisi 6-inchisi. Moddiy nuqta radiusi 3 metr bo'lgan doira bo'ylab harakatlanmoqda.
Aylanishning 1/6 qismida uning o'tgan yo'lini toping deyapti. Demak, berilganlar radius 3 metr va bizdan so'rayaptiki, aylanishning 1/6 qismida uning o'tgan yo'lini toping deyapti. Xo'p, n teng 1/6 bo'lsin. Ya'ni bu yerdagi n aylanishlar soni. Xo'p, nima ish qilamiz? Birinchi trayektoriyani chizamiz. Qaysi holatda ketayotganini. Masalan, jism A nuqtadan harakatini boshlagan bo'lsa, aylanani 6dan 1 qismi degani mana taxminan shu joyga kelgan bo'lsin. Mana B ga. Endi uni yurgan yo'li desa, shu AB yo'ydi uzunligi nazarda tutiladi. Bu masala shartida aytish bo'yicha umumiy aylanani 6dan 1 qismiga teng ekan. Yurilgan yo'li demak S teng 1/6 L aylana. Davom etamiz. 1/6 L aylana 2πr aylana uzunligi. Bu yerdan πr/3 degan ifodaga kelib qoladi. Xo'p, S teng qiymatlarini yozamiz. 3/14 radiusimiz 3 mahrajda 3. Bu 3 bilan 3 qisqaradida 3/14 metr degan javob chiqadi. Demak, javob 3/14. Xo'p. 7-si. Ertalab avtobus yo'lga chiqib, kechqurun avtobazadagi o'z o'rniga qaytib keldi. Shunda hisoblagichning ko'rsatkichi 500 km ga ortdi. Avtobusning yo'li L va ko'chish moduli S nimaga teng deyapti? Xo'p, tushunarli. Demak, hisoblagichning ko'rsatkichi 500 km ga ortdi degani shu kun bo'yi yurilgandan keyingi qiymat mana S2 dan dastlabki ertalab ko'rgan paytidagi S1 qiymatni ayirmasi 500 km. Demak, bu sizga nima beradi? Yurgan yo'lini beradi. L teng ana shu ortgan ko'rsatkichli qiymatiga teng 500 km. Xo'p, endi u ertalab avtobazadan chiqib ketgan va kechqurun yana avtobazaga kelib qolgan. Bu degani boshlanish nuqtasi bilan oxirgi tugash nuqtasi bitta nuqtadami? Bundan xulosa ko'chishi 0 ga teng bo'ladi. Sabab ko'chish boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Demak, javob yurgan yo'li 500 km, ko'chishi esa 0. Xo'p, 8-si. Toshkent avtomobil halqa yo'lining uzunligi 70 km. Demak, halqa yo'lning uzunligi berilgan bizga. Necha kilometr ekan? 70 km. L halqa 70 deb turamiz mana. 70 km. Endi bu yo'lni 2 marta aylanib o'tganda uning ko'chish moduli qanday bo'ladi deyapti. Xo'p, 2 marta aylanib o'tish uchun nima bo'ladi? Mana A nuqtadan harakat boshlagan bo'lsan, bir marta aylanib kelsa yana A nuqtaga keladi. Yana bitta aylanib kelsa yana A nuqtaga kelib qoladi. Demak, to'liq aylanganligi uchun necha marta aylanishdan qat'iy nazar u boshlang'ich holatga kelib qolyapti. Shuni hisobiga ko'chishi, S harfi bilan belgilab turaylik, 0 ga teng bo'ladi. Agar mabodo sizdan yurilgan yo'lini so'raganda edi, bitta halqaning uzunligi 70 km ku, 2 marta aylanganda 140 km bo'lar edi. Hozir ko'chishni so'ragan, shuning uchun javob 0 bo'ladi. Xo'p, 9-si. Koptok 3 metr balandlikdan yerga tushdi va yerdan qaytib ko'tarilayotganda 70 cm balandlikda tutib olindi. Koptokning ko'chishini toping deyapti. Xo'p, tushunali. Demak, yuqorida bunga o'xshash masalalar ishladik. Mana gorizontal tekislik bo'lsa, dastlab 3 metr balandlikdan tushib ketar ekan. Xo'p, bu biz uchun H1 bo'lsin, mana. H1 3 metr balandlikdan tushdi. Xo'p, natijada keyin qaytdida 70 cm balandlikdan tutib olindi. Ya'ni o'shancha balandlikka ko'tarilgan. Shu 70 cm da bir yo'la men metrga o'tkazib olaman. Necha bo'ladi? 0.7 metrga. Sabab birinchi balandlik metrda berilgan va javobda ham metrda so'ragan. Endi mana keyingi holatini chizamiz. Qizil rangda belgilayapman. Bu siz uchun H2 bo'ladi. H2. Belgilash kirita olamiz. Dastlabki vaziyat A nuqta bo'lsin, oxirgi vaziyat B nuqta bo'lsin. Shu A va B kesmalar orasidagi masofa siz uchun ko'chish hisoblanadi mana. S harfi bilan belgilab turaylik. AB kesma teng. U rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'k rangdagi H1 dan qizil rangdagi H2 ni ayirish kerak.
H1 da qiymati 3 minusdan H2 ning qiymati santimetrdan metrga o'tuvdi 0,7. Shunda 2,3 metr degan javob chiqadi. Bu ko'chishi. Agar men bu yerda yo'lini so'raganda edi, 3 ga 0,7 ni qo'shardikda 3,7 deb javob bergan bo'lar edik. Xo'p, 10-si radiusi 10 cm bo'lgan charxtosh chetidagi nuqta ma'lum vaqt ichida 5 marta to'liq aylandi. Demak, berilganlar radius 10 cm, hop 5 marta to'liq aylandi deyapti. N teng 5 ekan. Nuqtaning bosib o'tgan yo'lini toping. Tushunarli. Yurilgan yo'l S so'ralyapti. Hop, ularning aytishi bo'yicha charxtosh chetidagi nuqtani o'rganishimiz kerak. Mana bu charxtosh bo'lsa, bilasizlar, mana doira holatda bo'ladi. Endi shu qizil nuqtani tanlab olaylik. Masalan, A nuqta bo'lsin. Shu A nuqta 5 marta aylanib, yana joyiga qaytib kelib qolgan. Bunda yurilgan yo'lni topmoqchi bo'lsangiz, n ko'paytiruv L aylana deysiz. Nimaga? Chunki 1 marta aylanganda aylanani uzunligicha yo'l yuradi. Hozir 5 marta aylanyapti, shuning uchun 5 ko'paytiruv 2pi r bo'ladi. Natijada 10pi r degan ifoda kelib chiqdi. Endi o'rniga qo'yamiz. S teng 10 3,14, radiusi qiymati ham 10 santimetrda turaveradi. Chunki savolda oxirida santimetrda so'ralgan ekan. 3,14 ni 100 ga ko'paytirsam 314 santimetr degan javob chiqadi. Xo'p, demak bu 11-sinf yakuniy attestatsiyasi uchun e'lon qilingan testlarda kinematikaga bog'liq bo'lgan masalalar yechimi.